Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşünlerine kızgın karşıladınız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tertipteki haberlerini huzuruna sunuşturacağımız kınamızda dikkatler ekranımız olsun. Endoneziyada Xitoyning yer asti shaykisi oshkorlandi. İctimai uçur vasitasi tarqalgan silliq ko'rinishlarda ma'lum bo'lishicha, Endoneziyada Xitoyning yer asti faoliyati oshkorlangan. Endoneziyada Xitoy Kommunist partiyasining yer asti faoliyati oshkorlanib qolgan bo'lib, g'azablangan yerlik ammo Xitoyning bayroqlarini ko'ydirib qarshilik ko'rsatgan. Xitoyga qarshi shuarlarni tovlab qarshilik bildirgan xalq Endoneziya hukumatidan voqeaga mas'ul kishilarning faoliyatlarini qattiq cheklashni hamda jazolashni talab qilgan. 1960 va 70 yillari Endoneziyadagi Xitoyning qo'llashi bilan faoliyat qilayotgan Kommunist partiya mag'lub bo'lgan bo'lib, shuningdek Xitoylar yushurun yer asti faoliyatga o'tgan. Mushu 2 yil ichida Xitoyning harakati alohida jonlanib qolgan. Ma'lum bo'lishicha, Endoneziyada Xitoyning nufusi 7 millionga yetadi ekan. Gerçi Xitoy Endoneziyada 80-90 yil yashagan bo'lsa-mu, yanada Xitoy kommunistlarga bo'lgan sadoqatini o'zgartmagan. Yaqinqi yillardan beri Xitoy Endoneziyaga ko'plab qarz berishi natijasida hozirgi hukumatning tili Xitoy oldida tutilgan bo'lib, Xitoylarning nurg'un adolatsiz va tajovuzchilik harakatlarini ko'rmasga selib olgan. Shu sababli Sharq Turkiston masalasiga mo sukutni tanlamoqda ekan. Xitoy Sharq Turkistonda nazoratni texmo kuchaytirdi. İsmini oshkorlashni xohlamaydigan bir shaxsning bildirishicha, Xitoy tajovuzchilari yaqinda Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan nazoratni texmo kuchaytgan. Uning bildirishicha, o'zining uzoqdan beri ijtimoiy uchur vositalari orqali bir qism tuqqanlar bilan normal aloqani saqlab kelgan bo'lib, bir qancha kundan beri Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan nazoratni qaytadan chingitgan. Normal aloqa qilayotgan tuqqanlarning hammasi uni so'zlashish detalidan yuyatgan. Bir qancha yildan beri normal aloqani saqlab kelayotgan Urumchidagi do'stlarimi to'g'ri tushuning degan askartmalar bilan yuyatgan. Navbatda Sharq Turkistonning har qaysi joylarida yonfun tekshirish chingib ketgan. Kuzatuvchilar Xitoy tajovuzchilarining Amerika Avam palatasi ma'qullagan Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasining o'tirg'i chiqqanligidan qattiq bearam bo'lganligi, mazkur qonun rasmiy kuchga ega bo'lib qolsa, o'zlarining razil maqsadlariga yetolmasligidan ansirab turolmay qolganligi, shu sababli Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan nazoratni kuchaytirganligini bildirishmoqda. Xitoyda virus bilan yuqumlanuvchilarning soni 106 ga yetdi. Xitoy Sahiyya ministrligi 15-iyun axborot e'lon qilish yig'ini ochib, yangidan 40 kishining virus bilan yuqumlanganligini e'lon qildi. Xitoy Sahiyya doiralarining bildirishicha, yangidan 40 odam yuqumlanib, jami yuqumlanuvchilarning soni 106 ga yetgan. Bular ichida Beijingda yuqumlanuvchilarning soni 27 ekan. Xitoy Davlatlik Sahiyya ministrligi seshanba kuni e'lon qilgan uchurga qaraganda 15-iyun soat 0 dan 24 gacha 40 yangi yuqumlanuvchi bayqalgan. Buning ichida 8 chet ellik, Shanxayda 3, Guangdongda 3, Ichki Mong'oliyada 1, Liaoningda 1 yangidan yuqumlanuvchi bor ekan. Undan boshqa yana Xebeyda 4, Sichuanda 1 yuqumlanuvchi bayqalgan. Tangritog to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Beijingning Fengtai rayoni, Dashing rayoni, Shiching rayoni, Haydian rayoni, Fangshan rayoni, Chaoyang rayoni, Dongcheng rayoni, Shijingshan rayoni qatorliq rayonlarda virus yuqumi ko'rilgan. Xitoy Sahiyya ministrligi e'lon qilgan bayonotda atalmish Xinjiang qurilish diviziyasini o'z ichiga olgan 31 rayonda virus bilan yuqumlangan 40 kishining bayqalganligi bildirilgan bo'lsa-mu, biroq atalmish Xinjiang qurilish diviziyasida qanchalik kishining virus bilan yuqumlanganligi haqida tafsiliy uchur berilmagan. Navbatda Beijingda Xitoy virus sababidan taqib etilgan Shinfadi bozori atrofida o'tirishliq 46 mingdan ortiq kishining virus tekshirilishidan o'tkazilganligi uqtirildi. Wang Yang Sharq Turkistonda atalmish muqimlik tadbirlarida tavranmaslikni ta'kidlagan. Xitoyning atalmish Xinjiang ishlariga mas'ul yuqori darajalik amaldori Wang Yang o'tgan hafta Sharq Turkistonni ziyorat qilib, yerlik doirlarning atalmish Xinjiang xizmatida qo'lga keltirgan natijalarini muayyanlashtirgan. Shundaqla rayonda yo'l qo'yilib kelayotgan unumli muqimlik tadbirlarida tavranmaslikni ta'kidlagan. Bu so'zlarni Xitoy mamlakatlik siyosiy maslahat kengashining raisi, Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining doimiy a'zosi, atalmish Markaziy Xinjiang xizmat gruppasining mas'uli Wang Yang 8-iyundan 12-iyungacha Sharq Turkistonda xizmat ziyoratida bo'lganda qilgan.
U 5 kunlik bu ziyoratida yerlik doiralarga Xitoy Kompartiyasining atalmish Xinjiang siyosati maydoniga aloqador muhim ko'rsatmalarni bergan. Uning ziyorati Amerika Davlat Majlisi Uyg'ur kishilik huquq siyosiy qonun loyihasini mutlaq ko'p ovoz bilan ma'qullab, prezidentning imzo qo'yishiga sungan, shundaqla Amerika Davlat Majlisidagi Jumhuriyatchilar tadqiqot komiteti dokument tayyorlab, Xitoyning atalmish Xinjiang va Hong Kong ishlariga mas'ul Wang Yang, Han Jing qatorliq siyosiy byuroning doimiy a'zolarini ularning Sharq Turkistonda kishilik huquqni dafsanda qilish, Hong Kongda demokratiyaga buzg'unchilik qilishda o'ynagan roli sababli qattiq jazolashni talab qilgan mazgilda elib berilgan edi. Tangritog to'rining 15-iyun xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur Abnum rayonlik partikom yaqinda doimiy komitetining kengaytirilgan yig'inini chaqirib, Wang Yangning 7 nuqtalik ko'rsatmasini muzokara qilgan. Xabarda oshkorlanishicha, Wang Yang rayonda markazning atalmish Xinjiangni idora qilish to'g'risidagi asosiy nishonida ching turish, önümlük muqimlik tadbirlarda tavranmaslik, atalmish Junxo millati o'rtaq tunishini davomli ilgari surish, Bingtuanning taraqqiyotini aktiv qo'llash, korxona taraqqiyotini tutqu qilgan ishga o'rinlashtirishni alohida ching tutish, atalmish Xinjiangdagi islom dinini xitoylashtirishning asosini barpo qilish qatorliqlarini ta'kidlagan. Xalqarалық danglik markalar Sharq Turkistonda bo'layotgan ishlarda o'zini oqlay olmaydi. Amerikadagi ishchilar huquqi birlashmasi nomli emgak haqlari tashkiloti Sharq Turkistondagi majburiy emgak chetishliq xalqaro danglik markalarning Sharq Turkistondagi ishlarda o'zini oqlay olmaydiganligini, navbatdagi vaziyat ularning qo'lini bu ishdan tortishi uchun yaxshi fursat ekanligini bildirdi. Mazkur tashkilotning rahbari Scott Novaning ta'kidlashicha, navbatda xalqaroliq danglik markalar qiyin ahvolda ekan. U bu shirkatlarning Sharq Turkistonda bo'layotgan ishlarni oqlay olmaydiganligini bildirib, chunki ular Sharq Turkistonda muvofiq nazorat elib bora olmaydi. Hatto ularning bu yerdagilarni qo'g'daydigan bir mexanizmmi yo'q degan. U bu so'zlarni Janubiy Xitoy atiganlik pochtasi gazetining ziyoratini qabul qilganda ta'kidlagan. Mazkur gazetning 15-iyun kuni e'lon qilgan xabarida Sharq Turkistondagi majburiy emgak va xalqaro emgak haqlari tashkilotlarining bu masaladagi inkosiga yer berilgan. Xabarda navbatda Uyg'urni majburiy emgakka selishning oldini olish to'g'risidagi yana bir qonun loyihasining Amerika Avam palatasiga sunilganligi, bu qonun loyihasida Hong Kongdagi atalmish Xinjiangda zavod qurgan Eskol to'qimachilik guruhi va uning Calvin Klein, Nike, Esprit, Tommy Hilfiger qatorliq markalarni mahsulot bilan ta'minlayotganligi tilga ilinganligini bildirgan. Scott Novaning bildirishicha, navbatda xalqaro danglik markalarning Uyg'urlarni majburiy emgakka selishni bekor qilishga kuchi yetadi ekan. U Xitoyning Amerika bilan bo'lgan savdo urushi, Xitoy virusi yuqumi tufayli chet el mablag'ining chiqib ketishini xohlamaydiganligi, agar bu danglik markalar chekinib chiqsa, tub o'zgarishga turtki bo'lib, nurg'un kishilarning hayotini saqlab qoldiganligini ta'kidlab, ularning aktiv bir ozod qilg'uchi bo'lishining hojati yo'q. Ular faqat mablag'ni to'xtatib, Xitoyga yordam qilmasa va yantayoq bo'lmasa bo'ldi deganlarini bildirdi. Android yaman g'arazlik jasuslik harakati yumtalining Uyg'urlarni nishon qilganligi bildirildi. Tadqiqotchilar Yershari Empusa nomli bir tor jasuslik guruhining saxta torbatlari orqali jasuslik yumtali yo'llayotganligi, bu yumtalning Uyg'urlarni nishon qilayotganligini ogohlantirdi. Xatar pochtasi nomli torbetining xabar qilishicha, tadqiqotchilar jasuslik harakati deb atalgan bir xil yangi Android jasuslik yumtalini bayqagan. Bu jasuslik yumtali saxta torbatlari orqali kishilar ko'p kirdigan tor bekatlarga yo'llanib, shu yerdan nishondagi torbatlarga kiradi ekan. Xabarda tadqiqotchilarning mazkur jasuslik yumtali Uyg'ur shohidlarini nishon qilgan deb qarayotganligini bildirdi. Bu yumtalni Trant Metro nomli tor bexatarligi tashkiloti bayqagan. Uning yaqinda e'lon qilgan bu vaqtdagi analizda qayd qilinishicha, ular mazkur jasuslik yumtali bu yil 4-oyda bayqalgan bo'lsa-mu, lekin uning oz deganda yaqinqi 3 yildan beri mavjud ekanligini ilgari surdi. Xabarda bayon qilinishicha, Trant Metro tor bexatarlik tashkilotidagi tadqiqotchilar bu yumtalning bir xil Android jasuslik yumtali ekanligi, u tor hujumchisining bexatarlik tadbirlari ojiz tor aslahalaridagi uchurlarni o'g'irlashiga imkon yaratib beradiganligini bildirgan. Xabarda ta'kidlanishicha, tadqiqotchilar yana bu xil jasuslik yumtalining Turkiyadagi xabar to'ri va siyosiy partiyalarning tor bekatlariga o'rinlashtirilib, shu yerdan boshqa torbatlarga hujum qilganligi, bu usulni Tayvandagi universitet va sayohat shirkatlarining tor betlarida qo'llanganligini bildirgan. Chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari va faoliyatchilarining tor beti shaxsiy el-xat adreslari izchil Xitoy tor bozorlarining hujum nishoni bo'lib kelmoqda.
Gordon Chang Amerika-Xitoy munosabatining allaburun uzilganligini bildirdi. Xalqaraning Xitoy rejimiga tutgan pozitsiyasi kun sari keskinlashmoqda. 2019-yili Yevropa ittifoqi o'zining savdo raqobatida Xitoyni raqib deb e'lon qildi. 2020-yil mayda Oqsaroy bayonot e'lon qilib, Xitoyning raqobat usulini tanqid qildi va Beijingning savdo usulining xalqaro savdo prinsiplariga tahdid ekanligini bildirdi. 6-yilning 5-kuni Xitoyga qarshi parlamentlar birligi IPAC qurildi. Amerika, Angliya, Avstraliya, Yaponiya va Kanada qatorliq 12 davlatning parlament a'zolari demokratik davlatlarning Xitoyga qaratgan siyosatida jiddiy turda islohot elib boradiganligini jakarladi. Mazkur birlikning asosiy nishoni xalqaro tartibni qo'g'dash, kishilik huquqni qo'g'dash, savdo odilligini ilgari surish, bexatarlikni kuchaytirish va davlatlarning butunligini qo'g'dash bo'lib, bu birlik keyingi musofasida Xitoyga qarshi birlikda harakat elib boradi. Bu taraqqiyotlarning hammasi g'arbdagi demokratik davlatlarning Xitoyga qaratgan siyosatining jiddiy o'zgarayotganligini ko'rsatib bermoqda. Kelgusida bu siyosatlarning qanday shaklda o'zgaradiganligi aniq emas. Xitoy-Amerika munosabatlari tadqiqotchisi yozuvchi Orwell Skill 7-iyun Xitoy telegramması to'g'rida munosabat oxirlashdi sarlavhalik maqola e'lon qilib, 1970-yildan boshlangan yarim asrlik Xitoy-Amerika munosabati haqida tafsiliy ma'lumot bergan. Maqolada Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi munosabatning borgan-sari jiddiylashayotgan nihoyat nozik bir xalqaro masalaga aylanganligi, Xitoy virusi tarqalishidan burun Xitoy-Amerika munosabatining parchalanish girdobiga berib bo'lganligi ta'kidlangan. Orwell apandi Xitoy telegramması to'g'rining ziyorati jarayonida Amerika-Xitoy munosabatining taraqqiyoti haqida to'xtalib mundaq degan. Masala shu yerdagi Xitoy bilan demokratiya, kishilik huquq degan temalar haqida suhbatlashgili bo'lmaydi. Ammo virus ofati dunyo klimatining o'zgarishi qatorliq o'rtaq hal qilishga tegishli nurg'un masalalar bor. Washingtondagi rahbarlar bu masalalarda kaskin bo'lib, hech bo'lmasa yurgizayotgan barliq siyosatlarini to'xtat, hozir butun dunyo xavf ichida turmoqda. Bir-birimizni yoqtirishimizning hojati yo'q. Lekin bu masalalarni birlikda hal qilishimiz kerak deb Xitoyga aniq pozitsiya bildirishi kerak. Washingtondagi Hudson instituti Xitoy strategiyasi markazining mudiri Michael Paul Pillsbury Amerika bilan Xitoy orasidagi parchalanishga nisbatan Orwellga o'xshamaydigan qarashda. U bu vaqtda mundaq deydi: Amerika-Xitoy munosabatining parchalanish masalasida Xitoyning mas'uliyati surishti qilinishi, Xitoy o'zining mas'uliyatini e'tirof qilib, jazosini o'tishi kerak. Xitoy Moliya ministerining ifodasiga qaraganda, Xitoy bu munosabatning parchalanishidan qo'rqadi. U Xitoyning bu xil parchalanishni o'nglash uchun Astratin elib berayotgan tadbirlarni masxara qilib mundaq dedi: Men bularni yaxshi bilaman. Ular Wall Street'dagi boylar, aql ambirdagi ixtisosli xodimlar va parlamentdagi arboblar orqali bu parchalanishni remote qilishga kuchayotdi. Bu amaliyotda urush e'lon qilganlik. Amerika qaroridan hargizmi yonmaydi. Bu masalada Amerika kuchli ittifoqdoshlarini harakatga keltirdi. Ilgari g'arbdagi demokratik davlatlar Xitoyga ikki xil pozitsiya tutgan edi. Buning biri Germaniya bosh ministri Angela Merkelni markaz qilgan Xi Jinpingning hokimiyat yurgizishdagi mustabidlik usulining qanday bo'lishidan qat'iy nazar davomli suhbat va hamkorlikni tashabbus qilish pozitsiyasi. Yana bir bo'lsa Amerika prezidenti Donald Trumpning sobiq maslahatchisi Steve Bannonni markaz qilgan Xitoy kompartiyasini ag'dirish pozitsiyasi. Anqaradagi Uyg'ur tadqiqot institutining mudiri strategiya mutaxassisi doktor Arkin Akram apandi xalqaroning Xitoyga bu xil siyosat yurgizishining sababi haqida to'xtalib mundaq dedi: Xitoy prezident Nixon davridan boshlab Amerika bilan munosabatni yaxshilab, Amerikadan ham texnologiya ham mablag' kirgizishni qo'lga keltirib oldi. Xitoy shu yillarda sobiq Sovet ittifoqiga qarshi Amerika bilan hamkorlik o'rnatgan bo'ldi. Amerika Xitoyning arzon amgak kuchidan foydalanib iqtisodni oshirishni planlagan edi. Lekin o'ylamagan yerdan Xitoy kuchayib Amerikaga tahdid bo'ldigan o'rin qo'ydi. The Conversation, ya'ni suhbat kezining 12-iyun bergan Xitoyni qattiq qo'lliq bilan cheklash strategiyasi unum berdi sarlavhalik maqolada Amerikaning Xitoy aeroplanlarining Amerikaga uchishini cheklashi, Angliyaning 3 million Hong Konglikning Angliyada yerlashishiga ruxsat qilishi qatorliq strategiyalarni qo'llangandan keyin Xitoyning siyosatlarida yumshoq ko'rilganligi bayon qilingan. Amerikadagi tunilgan Xitoy ishlar tadqiqotchisi Gordon Chang Amerika-Xitoy munosabatining tamoman uzilganligini ta'kidlab mundaq dedi: Amerikaning Xitoy bilan iqtisodiy sohalarda munosabati quyuqroq. Masalan, Wall Street va ba'zi xalqaro programmalarda quyuq aloqasi bor. Lekin Amerikaning Donald Trump boshchiligidagi hukumatida bu jihatdagi yangi yuzlanishni ko'ryapmiz. Ya'ni Amerika manfaati hammaning oldiga qo'yildi. Amerika Xitoyning manfaatiga foydali bo'lgan har qanday bir munosabatni oxirlashtirdi. Ilgari Amerika Xitoyni har jihatdan yo'lab xalqaro sistemaga kirgizish uchun nihoyat kuchgan edi. Endi buningdan keyin undaq bo'lmaydi. Amerikaning manfaati har vaqt birinchi o'rinda turadi. Bu deganlik Amerika Xitoy munosabati oxirlashdi deganlikdir.
Gordon Chang Amerikaning bundan keyingi Xitoy strategiyasi haqida to'xtalib mundaq dedi. Navbatda vaziyat davolg'ib turibdi. Biz o'zimizning manfaatini qo'g'dishimiz kerak. Ba'zida kelishim tuzishga to'g'ri keladi. Lekin bundan keyin kelishim tuzish uchun tutilmaydi. Bundan keyingi kelishimlarda Xitoyni o'zining mas'uliyatini ado qildirish talab qilinishi kerak. Sobiq prezidentlardan Bush va Obama vaqtidagidek Amerika manfaatini qo'g'diy olmaydigan ish hamda qayta yuz bermaydi. Amerika-Xitoy munosabatini kuzatuvchilar Xitoyni cheklash uchun demokratik davlatlar birlashishi kerak. Bo'lmasa Xitoy bo'lib boshqarish siyosati bo'yicha G'arbdagi davlatlarni bir-biridan ayirib kontrol qiladi deyishmoqda. Oq dengizda Turkiya bilan Italiya o'rtaq mashq qilib bordi. Oq dengizda Turkiya va Italiya dengiz armiyalariga oid suvosti paraxodlari o'rtaq mashq qilib bordi. Turkiya Davlat Mudofaa Ministrligining ommaviy o'rtoqlashish to'rbeti Twitter sahifasida bu haqda e'lon qilingan bayonotda mundaq deyildi. Oq dengizning eng kuchli suvosti paraxodlariga ega ikki davlatning dengiz armiyalari o'rtasida ishga oshirilgan mashq orqali o'zaro hamkorlik kuchaytirildi. Qirg'iziston bosh ministri vazifasidan iste'fo berdi. Qirg'iziston bosh ministri Muhammad Qali Ablig'aziyev sheriklik bilan ayblanganligi sababidan vazifasidan iste'fo berganligini e'lon qildi. Qirg'iziston bosh ministri Muhammad Qali Ablig'aziyev yozim bayonotida radio chastotlarini kengaytirish va yangilash delosi to'g'risida hukumatga va o'ziga qartilgan ayblashlarning bo'layotganligini bildirib, menga qartilgan ayblashning asosi yo'q. Tekshirishda javobgarlarning aniqlanishini umid qilaman. Tekshirish sababidan kelib chiqqan aniqsizlik yuzasidan hukumat funksiyasini yaxshi joriy qildira olmaydi. Shunga men xizmatimdan iste'fo berishni qaror qildim dedi. Qirg'izistonda aprel oyida bir qism amaldorlar haqida radio chastotlarini kengaytirish va yangilash jarayonida davlatni moddiy ziyonga uchratish bilan ayblashlar ilgari surilib, delo turg'izilgan edi. Tekshirishda ismi oshkorlanmagan yuqori darajalik amaldorlar nazoratga elingan edi. Ma'lum bir telefon shirkatining simliq televiziya shirkatidan taxminan 1.800.000 dollarga setib olgan chastoti balbig'ining ijozatnomasining yangilanishi masalasida davlatning 67 million dollar ziyonga uchratilganligi ilgari surilmoqda. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. Turkiya Cumhuriyeti Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca 15 iyun bir kun ichida Xitoy virusi bilan 18 kishining qazo qilganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca kech soat 7 da Turkiyadagi Xitoy virusi yuqumining eng yangi ahvolini e'lon qilib, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 42.032 kishining tekshirilganligini, bir kun ichida yangidan 1592 yuqumlanuvchining ko'payganligini. Buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 179.831 ga yetganligini, bir kun ichida 18 kishi qazo qilib, jami qazo qilganlar 4.825 ga yetganligini bildirdi. Səhiyyə ministri yana davolanayotgan bemorlar ichida oxirgi 24 soatda 947 nafarning salomatligining asliga kelganligini, 722 bemorning kasalining og'ir ekanligini, oldingi kuniga qaraganda 30 nafar yuqumlanuvchi, 5 nafar kasali og'ir bemorning ko'payganligini, barliq xalqning ijtimoiy sorunlarda orliq saqlash, maska taqash qatorliq tadbirlarni birlikda ching tutishi kerakligini, Xitoy virusining tarqalishiga sal qarashga bo'lmaydiganligini, tadbirlarni yaxshi qilish orqali Xitoy virusini kontrol qilg'ili bo'lganligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishga sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.